zichliklari yarim gram taqsim millilitr va 1,5 gram taqsim millilitr bo'lgan eritmalar aralashtirilganda 0,7 kilogramm bo'lgan eritma olindi. Dastlabki eritmalar massasini aniqlang. Zichlik nisbiy olingan. Berilishini yoza olamiz. Demak, birinchi eritmaga ikkinchi eritma qo'shilib, uchinchi eritma hosil bo'libdi. Uchinchi eritma birinchi va ikkinchi eritmadan ko'p bo'ladi, chunki ikkalasi qo'shilgandan keyin katta eritma hosil bo'ladi. Birinchi va ikkinchi eritmani bir-biriga nisbatan qaysi biri ko'pligi noma'lum. Ya'ni birinchi eritma ko'proqmi, ikkinchi eritma ko'proqmi bilmaymiz. Balki tengdir. Buni ham bilmaymiz. U yetilmagan. Shuning uchun ham bir-biriga yaqin qilib chizilardi. Endi birinchi eritmani bilmaymiz, hajmini x millilitr deb oldik. Ikkinchi eritmani bilmaymiz, hajmini y millilitr deb oldik. Va o'sha qo'shilganda uchinchi eritma hosil bo'ladi. Zichliklari nisbiy olingan degani, ya'ni birinchi eritma va ikkinchi eritma hajmlari qo'shilganda uchinchi eritma hajmi chiqadi. Birinchi va ikkinchi eritmaning massalari qo'shilganda uchinchi eritmaning massasi chiqadi. Shunaqa degani, zichliklari nisbiy olingan degani shu. Demak, hajmlari qo'shilsa uchinchi eritma hajmi, massalar qo'shilsa uchinchi eritmaning massasi chiqadi degani. Endi har birini zichligi berilgan, zichligi bog'liq formula ko'rib olamiz. Zichlikni topish uchun massani hajmga bo'lish kerak. Yoki shundan kelib chiqib hajmni topish uchun massani zichligiga bo'lish kerak. Yoki shundan kelib chiqib massani topish uchun hajmni zichligiga ko'paytirish kerak. Endi birinchi eritmani x millilitr deb olgan bo'lsak, masalada birinchi va ikkinchi eritmaning massalarini topishimiz kerak. Endi birinchi eritmani x millilitr deb olgan bo'lsak, massani topish uchun hajmni zichligi ko'paytiriladi. Demak, yarimni x ga ko'paytirsak, yarim x gram bo'ladi. Endi ikkinchi eritma massasini topish uchun hajmni zichligi ko'paytiramiz. 1,5 y gram bo'ladi. Uchinchi ikkita eritma massasini qo'shsak, uchinchi eritmaning massasi chiqadi 0,7 kilogramm. Buni grammga aylantirib yozib olamiz. Kilogramni grammga o'tkazish uchun mingga ko'paytiriladi. Demak, 0,7 ni mingga ko'paytirsak 700 gram. Endi hajm birinchi eritma x, ikkinchi eritma y millilitrlarni qo'shsak, uchinchi eritma hajmi chiqadi. Ikkalasi ham noma'lum bo'lgani uchun qo'sha olmaymiz, lekin hajmni formula orqali topsak bo'ladi. Hajmni topish uchun massani zichligi bo'lish kerak. Massa bor 700 gram, zichligi ham bor 0,7 gram taqsim millilitr. Demak, 700 ni 0,7 ga bo'lamiz. 1000 millilitr chiqar ekan. Massani zichligi 700 ni 0,7 ga bo'lsa 1000 millilitr chiqar ekan. Endi proporsiya kelib chiqyapti. X ga y ni qo'shsak 1000 chiqar ekan. Yarim x ga 1,5 y ni qo'shsak 700 chiqar ekan. Proporsiya bo'ldi. Endi bittasini tenglashtirib olamiz, noma'lumlarni. X ni yoki y ni tenglashtirib olamiz. Pastni 2 ga ko'paytirsak, yarim x 2 ga ko'paytirsak x bo'ladi, tenglashar ekan. Yozib olamiz. Demak, tepasini ko'chirib yozdik, x plus y 1000. Pasti yarim x 2 ga ko'paytirsa yarim 2 1x bo'ladi. 1 yozish shart emas, x. 1,5 y ni 2 ga ko'paytirsa 3 bo'ladi, 3y. 700 2 ga ko'paytirsa 1400. X tenglashdi. Ikkalasi bir xil bo'lganidan keyin ayirib yuboramiz. Demak, past kattaroq bo'lgani uchun pastdan tepani ayiramiz. Ya'ni 1400 kattaroq-da. X dan x ayirsa 0, 3y dan y ayirsa 2y. 1400 dan 1000 ayirsa 400. Y topish uchun 400 ni 2 ga bo'lamiz. Demak, 400 2 ga bo'lsa 200 ekan. Y topildi. Lekin bizga hajmni toping demagan, massani toping degan. Ya'ni biz y topdik, u hajm. Massasi y emas, 1,5 y. Demak, biz 1,5 y topishimiz kerak. Demak, y-imiz 200 bo'lsa, 1,5 y bu ikkinchi eritma massasi. 1,5 200 ga ko'paytiramiz, 300 bo'ladi. 300 gram. Ikkinchi eritma massasi topildi. Endi x topamiz. X plus y umumiy 1000 bo'lsa, shunda y 200 bo'lsa, 1000 dan 200 ayiramiz, x chiqadi. Demak, 1000 dan 200 ayiramiz, y da 800 chiqdi, x topildi. Birinchi eritma massasi yarim x. Demak, yarimni x ga ko'paytiramiz. Yarim ko'paytirilgan 800. X'imiz 800 chiqdi. 400 gram ekan, bu birinchi eritma. 400 gram, 300 gram.
400 ga 300 ni qo'shsak 700 gramm. To'g'ri kelyapti. To'g'ri javob C varianti.